Xo'p, nima uchun buni boshladik o'zi? Birinchisi, kuchli rahbarlarga bozorda talabi kattaligini oxirgi payt juda ham ko'p ko'ryapmiz. Mana biznesda 3 ta qatlam bor. Rahbarlar bor yoki biznes egalari desak, menejment bor va xodimlar bor, lineyniy. Bizni ichki akademiya qurganda asosan mana bular bilan ishlaganmiz boshida. Keyin oxirgi paytlarda mana durustiga kelgan 6,5 barobar natijalar ko'rsatilgan u yoqda ham bu bilan ishladik. Mana buni o'zi bilan ishlaganimizda biz ketganimizdan keyin yana o'sha kasak bo'laverishi boshladi. Biz mana buni qurib ketamiz, ketgandan keyin mana yana qo'yaver, gapiraveradi bular. Yo'q, keyin 10 sonroq mana bunaqa qilinadigan ish bor deydi-da, yana o'z holiga eski to'g'ri eski tos bo'lib qaytaveradi. Shu narsani tushundikki, katta gap mana bu yerda ekan. Bu kursning markazidagi qahramon bu menejer. Shu narsa esimizda bo'lsinki, odam birovni aytganini uzog'i bilan 50% ni bajaradi. Odam o'zini aytganini kamida 50% ni bajaradi. O'zini aytganini. Menejer vazifasi aytmoqchi bo'lgan gapingiz uni ichidan chiqishiga erishishingiz. Ko'pincha rahbarlarni yo'l xaritasi mana bunaqada, zo'r mutaxassis bo'lib ishlaydi, qanchadir yil, keyin zo'r mutaxassis bo'ladi, keyin uni malades, Muzaffar, bugundan boshlab siz bo'lim boshlig'isiz deyiladi-da, bo'lim rahbar qilib qo'yiladi. Lekin zo'r mutaxassis degani, zo'r menejer deganimi? Yo'q. Buni o'zini xamiri bor, qoriladigan. Rahbarlarning o'zini xamiri bor. Rahbarlar 4 ta tipologiyaga bo'linadi o'zi deydi. 4 xil xamir bor ekan rahbarlarning. P, A, E, I. Ular kim desa, prodyuser xarakterli rahbarlar bo'lar ekan, administrator, entrepreneur, integrator bilan tushuntiraman. Prodyuserlar kim desa, prodyuserlar bular одинокий волкlar bo'ladi-yu, boradi, ishini bitirib keladi-da, o'zining ishini bitiradi. Bugunlik ishi zo'r bitiradi. Ko'pincha bu отдел agar bo'limlarni oladigan bo'lsa, sotuvchilarga qiyos qilsa bo'ladi. Administratorlar tipidagi rahbarlar ko'proq tizim quradi, ko'proq byurokratlar-da bular. Ko'proq tizimga, qonun qoidalarga, mana shunaqalarga e'tibor berib yuradigan anaqalar bor, rahbarlar bor. HR, buxgalteriya, qoida muhimroq, uni bankrot bo'lib ketganidan ko'ra, yo sotuv oshib ketganidan ko'ra. Ularga administrator. Administratorlar mana shu tizimga, qoidalarga hamma narsa mana bunaqa rahbar bo'lsa, komandanglarda. Eng yomon kun qaysi kun bilasizlarmi? Komandasi uchun. Tadbirkor tipidagi odamlar. Tadbirkor. Eng yomon kun haftadagi. Komandasi uchun. Dushanba kuni. Ideyalarga to'lib keladi-da. Bolalar ham yo'q kelinglar, mana bunaqa narsalar qilamiz. Palonchining kompaniyasida shuni ko'rdim. Bu integrator. Hammani yig'ib, birlashtirib turuvchi odamlar. U mana bularcha suv oloviga o'xshagan narsa-da. Hech qaysisi bitta odamda jam bo'lishi mumkin emas. Va buni dokazat qilib berilgan-da. Masalan, mana bu administrator bilan mana bo'lishi qiyin-da. Yoki mana prodyuser bilan mana birga bo'lishi qiyin-da. Bu bugunlarni ko'zlayapti. Gazini bosyapti. Mana bu to'xtadi, qahqarab ketyapmiz. Bizning g'oyamiz boshqa tomonda-yu deydi-da. Bucha shunaqa kodki, ya'ni genlarimizda bichib yuborilganda, o'zimizda nimadir o'zgartiradigan emas. Boshqalarda ham o'zgartirishga harakat qilib urinmaylik-da. Bo'zi shu, o'zgartirish mumkin. O'zgarish juda ham qiyin. Va bir почти любой odam rahbar bo'la oladi-da. Mana kursimizni 10 ta darsdan iborat dedi-yu. Birinchisini mana o'tdik, bu kirish bo'ldi. O'zi katta tema, iloji boricha qisqartiribroq qilishga harakat qildim. Keyingilarida menejerni 8 ta asosiy instrumenti bor. 3 ta odamni boshqaradimi, 200 ta odamni boshqaradimi, o'zida shunaqa ko'nikmalar bo'lish kerak-da. Chunki har doim mana shu 8 tadan bittasiga to'g'ri keladigan vaziyatga kelaveradi. O'sha narsalarni har birini mana 3 soatlik darslar qilib chiqamiz. Birinchisi nima? To'g'ri maqsad qo'yishni bilish kerak, rejalashtirish. Keyingisi HR ishi-yu, nima bu recruiting, nima bu adaptatsiya degan bilan bu kerak. Odamni tanishni bilish kerak, qanaqa ishga olishni bilish kerak. Ko'p kompaniyalarga boramiz, nima deydi? Rahbari odamni qanaqa odam olish kerakligini bilmaydi, portretini bilmaydi. Uni keyin qanaqa qilib moslashtirib olishni bilmaydi. Shu narsalarni o'tamiz. Motivatsiya
anaqa moddiy, nomoddiy, kimdir pul bilan ushlab qolmoqchi bo'ladi, lekin u baribir boshqa joyga o'tib ketadi. Nomoddiy motivatsiyalarni beraman deb o'zini vaqtini ketkazib qo'yadi. Qanaqa qilib o'sha xodimni ko'zini yondirib ishlatish mumkinligi bo'yicha o'tamiz. Keyingisi mana xodimlarni oldik, motivatsiyasini ham qildik, lekin u hozircha soldat. Nima qilsak, bu soldatni sekin-sekin generallik darajasigacha olib o'tsak bo'ladi. Shu narsalarni o'tamiz. Mana eng katta tajriba bo'lgan sohalardan bittasi o'qitish, rivojlantirish. Keyingisi delegирование. Kim aytdi bugun? Shodiyor aytdilarmi? Qanaqa vazifani topshirish kerak? Vazifa topshirsangiz parod qilib qo'yadi, topshirmasangiz o'zingiz qilishingiz kerak. Nima qilish kerak? Qanaqa ish topshirsa bo'ladi? Shu narsalarni o'tamiz. Keyin nazorat instrumentlari. Bu xodimga shuncha ish berdingiz, har qanchada tekshirish kerak, qanaqa tekshirish kerak, qanaqa ko'yniga tegmasdan tekshirish kerak. Kommunikatsiya, integratorlik. Bizi i bormi, yo'qmi farqi yo'q. Rahbar komandasini o'zi rahbar bo'ladi, integrator. HR bo'ladi boshqa. Mana kompaniya asoschisi kompaniyaning integratori bo'ladi. Men payida qanaqa chiqishidan qat'iy nazar. Chunki odamlar o'shani deb kelganda, integrator bo'lishga majbur u. O'sha hatto bir yilda bir marta so'zga chiqadimi, korporativkalar qiladimi, chiqib, "Bolalar, maladeslar, kelinglar, biz bitta oila bo'lib ishlaymiz" deb turuvchi odam o'sha odam bo'ladi. Top menejer o'zini komandasiga, bo'lim rahbari o'zini komandasiga integratorlik qilishni bilish kerak. Bu kommunikatsiya. Keyingisi konfliktlarni boshqarish. Ish borki, konflikt bo'ladi. Ish borki, suv loyihalanadi. O'sha suv loyihalangan suvni qanaqa qilib tinitish mumkin, shu narsalarni o'tamiz. Undan keyin 10-darsda rahbarning shaxsiy samaradorligi haqida taklifda lakamka mavzu bo'ladi, xudo xolisi.